Diqqat, o'zbek xalqi, tayyor turing. O'zbekistonda 17 aprelda kuzatiladigan ob-havo ma'lumoti e'lon qilindi. Assalomu alaykum. Agarda kanalda yangi bo'lsangiz, like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qoldirishni unutmang. O'zgidromet 17 aprel uchun ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra, juma kuni ayrim hududlarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, biroz yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 3-8 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 9-11 daraja, kunduzi 14-16 daraja bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 12-17 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol g'arbdan 9-14 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 6-11 daraja, kunduzi 15-20 daraja bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda momaqaldiroq kuzatiladi. Shamol g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 6-11 daraja, kunduzi 13-18 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 6-11 daraja, kunduzi 17-22 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda momaqaldiroq kuzatiladi. Shamol g'arbdan 5-10 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 13-18 daraja bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Baland tog'li hududlarda qorga aylanishi mumkin. Sel, suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Shamol g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 2 daraja sovuq, -3 daraja iliq, kunduzi 3-8 daraja iliq bo'ladi. O'zgidromet 14-17 aprel kunlari nam va salqin havo massalari kirib kelishi haqida ogohlantirgandi. Havo harorati pasayib, qator hududlarda yomg'ir yog'ishi, respublikaning baland tog'li hududlarida yomg'ir qorga aylanishi ma'lum qilingandi. 16 aprel kuni Jizzax viloyatining Zomin va Baxmal tumanlari tog'li hududlarida qor yog'di deyilgan xabarda.